Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Mask. Do'stlar, men Plants Zombies 2 o'yinini olib chiqishni qaror qildim va bu Mask kanalida, ya'ni men kanalimda birinchi o'yin o'ynab chiqqan videom. Ya'ni boshqa gaming har xil o'yinni o'ynashni boshlayman endidan boshlab. Meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Tak, o'yin haqida bir ikkita ma'lumot berib o'tay. O'yinning birinchi versiyasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan. O'yin grafika bo'yicha o'yin juda ham zo'r, grafikasi bo'yicha juda ham ko'plab o'yinlardan qolishmaydi va o'yinda daromad ham juda ham yuqori bo'lgan. Gapni ko'p gapirmasdan o'yinni boshlaylik. Like va obuna bo'lasiz degan umiddaman. Bo'lmasa boshlaylik. Tak. Boshlandi o'yin. Nima deyapti hozir? Uzr do'stlar, inglizchani uncha bilmayman, shu uchun tarjima qila olmasam kerak, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Shu uchun maroqli hordiq tilayman va oldinglarga bu narsa keltirib olinglar. Bo'lmasa boshlaylik. Tak. Nima desak bo'ladi? Oldingi Plants Zombies birdan ko'ra nima desam bo'ladi? Effektlari o'zgargan, yangilangan desam bo'ladi mana. Ko'rib turibsizlar. Zombilarning yurishlari ham noodatiy. Grafikasi juda ham noodatiy ishlagan bu safar. Agarda siz ham Plants Zombies 2 ni o'ynamoqchi bo'lsangiz, Play Marketda yozsangiz chiqib keladi. Mana bu gulni oldik. Tak. Mana buni olsam bo'lsa. Bo'ldi. Nima deyapti hozir? Sening uying. Gul qo'yamiz. Agarda bu o'yinni oldin o'ynamaganlar bo'lsa, voy, mana nima ekan? Va, tushundim. Agarda bu o'yinni oldin o'ynamaganlar bo'lsa, hamma o'simliklarni o'z xususiyatlari bor. To'g'ri o'ynab ko'rsanglar tushuna olasizlar. Hamma o'simliklarning o'z xususiyatlari bor. Mana Plants Zombies 2 da yana mana bu tezlashtiradigan qo'shilibdi, juda ham yaxshi, chunki o'yinchilar, gamerlar zerikib qolmasligi uchun mana bosib qo'ysanglar 2x bo'lib tezlashib ketaveradi. Tushunarli bo'lsa like, подписка bosinglar. Tak. No, bu o'yinni yoshligimda juda ham sevib o'ynagan o'yinlarim bittasi. Boshqa libboy kompyuterda o'ynardim. Oldingi kompyuterimda hozirda u kompyuter nima desam bo'ladi? Vaqt o'tgan u kompyuterlarni. U kompyuterlarni mana u tosh degan narsa bo'ladi-ku, bilsanglar endi. Men hozir kompyuter uncha tushunmayman. Ana shu narsasi gideti 500 mi, necha yuz megabaytli-da, ikkita bor edi. Hozirgi zamonda, hozirgi vaqtda u plattalar narsalar juda ham bo'lmaydi-da. Ya'ni yangi chiqayotgan o'yinlarni ko'tara olmaydi. Voy, nima qildim? Tak. Qatdan kelar ekan. Voy, sirot boshlayapman. Bu o'yinni taktika kerak edi, короче. Ba'zilar taktika kerak emas, nima kerak bor deyish mumkin, lekin taktika kerak.
Do'stlar, uzr, mani birinchi videom bo'lgani uchunmi bilmadim-ku. Hech qachon demasam adashgan bo'laman. Gapirib o'ynagan videolarim bor, lekin hozirda menda hayajon bosyapti. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Lekin men aytib o'tay, Plants Zombies 2 o'yinini nima desam bo'ladi? Hozirda bir ikkita yangiliklar qo'shilgan menimcha, grafikalarda yana boshqa narsalar mayli. Lekin mana bu gullar yana ko'proq menga coin beryapti, coin, tanga beryapti, короче. Ko'proq tanga beryapti. Yana men nima desam bo'ladi? O'simliklar olishimga ko'proq qo'shilyapti-da, o'simliklar olishimga juda ham katta shans bo'lyapti. Imkoniyat bo'lyapti. Ha, video davomida aytib o'tay, meni tak PUBG Mobile yokida DLS, masalan, DLS PC kerak, DLS 25 ana shu o'yinlarga, yana PUBG'ga har xil bonus bar, короче, mayncha degan narsalarga, yuzlarga Mask Branch degan kanalim bor. Mobodo UC yoki Telegram akkaunt boshqa narsalar kelar bo'lsa, albatta Mask Branch kanalda olishinglar mumkin. O, birdaniga. O, birdaniga. Ketyapti. Go effektlar va xuy effektlar. Da. Effektlarning ustida juda katta ishlagan 100%. Bunaqa grafika ta'riflashga til ojiz deydi-ku. О, сразу. Ye. Сразу. Ulgura olmasam kerak. Yo, bo'ldi. Ushla oldim. Ovozim zo'rim yaxshi bormayotgan bo'lishi mumkin, chunki nima desam bo'ladi? Xonada shovqin bo'layapti-da, короче. Deraza ochiq, shuning uchun tashqaridan shovqin kelyapti-da. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Yomon ekanlar. Ishni qo'yaveraychi. Da, oldi. Bo'ldi, nima endi? Qacha? Bo'ldi, buni cho'zdirmay. Oh. Yaxshi. Mana u karamni berdi. Sroz karam beraverdi, yaxshi. Chiqaydi hozir. Ovozlarni to'g'rilamoqchi edim-da. Chiqishim kerak-da. Mayli. Tak. O, kartoshkadan qo'yib chiqinglar. Men gul qo'yay. White gul qo'yamiz. Bu yorug'di. Mana bu ikkitadan qo'yib qo'yamiz. Agarda nima desam bo'ladi? Sizlarni bir yoqtirgan o'yinlarni video qilib chiqarishni istasanglar, kommentga yozib qoldiringlar. Albatta, sizlarni ham talablarga binoan sizlarning o'yininglarni ham albatta chiqaramiz. Yaxshi, zo'r.
Men o'ylashimcha nimagadir qiyinlashmayapti-da o'yinlar. Tushunyapsizlarmi? Qiyinlashmayapti-da. Menimcha endilikda qiyinlashsa kerak. Osongina bo'lmaydi. I've been holding on to bir narsalar deyapti brat. Oppa, brat urib oshqozonga tashlab yubordi-ku brat. Zo'r ekan deyapti menimcha. Mazali deyapti-da, amazing deyapti, menimcha mazali deyapti. Mening vaqtim tugadi deyapti menimcha. Men ketishim kerak deyapti, men taxmin uryapman-da. Voy, Megamiya. Megamiya qaytdi. Vaqt o'tyapti menimcha. Ha, o'ylashim bo'yicha taxmin qilyapman. Vaqtlar aro sayohat qildi. Yana taxmin qilyapman. Vaqtlar aro sayohat qildi. Yo'qida просто sayohatga chiqdi mana bu brat. Tushunyapsizlarmi? Ili. Hozir ko'ryapsizlar, menimcha, o'ylashimcha endi nimasi bo'ladi? Shu vaqtlar aro sayohat qildi. Yo'qida sayohatga chiqdi brat. Brat deyapti brat. Yangi zo'minglar, yangi bu nima? O'simlik. Brat tuxi. Zo'r. Tushunarli. Sinab ko'ramiz. Grafikalar vashshi. Har bir detalga, grafikalarga e'tibor qaratgan gap yo'q. Har bir narsaga. Bu faqat zo'r ekan-ku bu. Okey. Zo'r ekan bu. Ketak karam qo'yamiz bitta. Shoshilish kerak. Full bo'lgan. Stop. Hoppa, bo'ldi. Okey. Zakoni, yaxshi. Stop. Endi qiynashyapti. Men sezyapman. Endi qiynashyapti o'yin. Endi qiynashyapti. Endi o'yin qiynashyapti, do'stlar. Oxirgi momentlar-ku. Bo'ldi. Huy. Kallasiga o'rtaga-ku, hech bo'ldi-ku. Bir nimadir berdi menga o'zi. Hozir menga nimadir berdi, hozir tak. Bu nima deyapti? Ana u chelakka bo'lgan yana keladi. Bir narsa berdi menga o'zi. Ochig'arada. Menga tushundim. Bu moment tushundim. Voy jini. Xato qildim-da. Bitta. Xato qilganman. Zakoni. Vıçını. Vay
Блин. To'xta. Mana shuni. Zakon hozir normal ketyapti menimcha. Menimcha normal ketyapti. Mana gulga kerak emas, bir narsa yordam beryapti. Salkam yordam beryapti, nima qilaman bunaqa? Salkam yordam. Voy, o'tib keldi. Yorib keldi. Ur. Voy, yorib keldi yana. Blin. Qaysi birda Slavi? Qaysi birda Slavi moment? Mana shuni Slavi momenti. Yo'q, kerak emas menga. Voy, jinni. Bo'ldi, normal. Bu nima edi? Oy, zo'r ekan mana. Normal. Bo'ldi. Takka menga xarita berdi. Nima qilishni bilmadim xarita bilan. Ana brat keladigan gapirib. Xohlagan joyimga borib olsam, masalan, xohlagan kartani qo'yib o'ynab olsam. Oo! Brat keldi-ku. Nega miya? Olmaslar bor ekan o'zi. Yeah, boy. Yuu! Nimalar bo'ladi? Buy. Vashchi men hozir birinchi qadamni endi bosib desam bo'lardi-ku. Tak do'stlar, videoni shu joyda nihoyasiga yetishga majburman, chunki mening birinchi videoyim bo'lgani uchun juda ham uzun chiqarmaslikka qaror qildim. Agarda video yoqqan bo'lsa, like va podpiska kutaman. Va keyingi video ikkinchi qism chiqsin shu o'yinni davomi demoqchiman. Yokida biron bir o'yinni yozib qoldiringlar. Albatta u o'yin offline bo'lishi shart. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Offline bo'lishi shart. Tak, offline bo'lishi shart. Agarda shu yozib qoldirgan o'yiningiz ko'proq like yig'sa, albatta o'sha o'yinni biz video qilib chiqaramiz va sizga beramiz. Chunki ko'proq like yiqqan o'yinim bo'lgani uchun, ko'proq like yiqqan inson bo'lgani uchun. Bugungi kamchiliklar uchun uzr, hayajon bosgani uchun afsusdaman va keyingi video bunaqa holat qaytarilmasligiga va'da beraman. Sizlarga xayr, sog' salomat bo'linglar. Videomni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.